Bugun kelgan manzilimizda Nazarbek harakatda bo'ladi. Yangi mostdan ko'tarilishilar bilan 10 tomonda masjid. Katta yo'ldan uyimizgacha 300 metr distansiya, masjiddan 100 metr nari beri distansiya ko'rsatyapti. Maktab, chasni bog'cha bor, yaxshi mahalla, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Qaranglar, xonadonimiz ugloyga joylashgan, fasad qismi 14 ga 20 bo'ladi. Bir yoq tomondan kalitga eshik qilingan, bir yoq tomondan garaj qilib qo'yilgan ekan. Mashinalarni olib kirib uy kirish imkoniyati ham bor. Asosiy yashash qismiga keladigan bo'lsa, xonadonimizga kirishinglar bilan to'g'rida bitta sanuzel bor, chap tomonda mehmonxonasi bor, undan keyingi xona yotoqxona bo'ladi, undan keyingi xona ham yotoqxona. Pastda 3 ta xona, bitta kladovkasi bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilishinglar bilan o'ng tomonda mehmonxonasi bor. Mehmonxonadan koridor bo'ylab yurishinglar bilan chap tomonda bitta yotoqxona, keyin yana bitta yotoqxonasi bor, yerda dushovoy bor. Qaranglar, endi sizlarga past qismini bitta ko'rsatib beraman. Yerda kotelniy xona, oshxonamiz bor. Oshxonadan garaj bilan ikkinchi etajga chiqsanglar bo'ladi. Mana shu ikkinchi etaj, bitta xona, ikkita xona bor. Tepada dushovoy ham bor ekan. Общий 8 ta xona, 3 ta dushovoy, 2 ta sanuzel bo'ldi. Narxi startoviy 150 ming dollar bo'ldi. Egalari nomeri описаниеda bo'ladi. Barter qilishga ham rozi bo'lishdi. Mabodo to'minglar bo'lsa, barter qilish imkoniyati ham bor. Egalariga bemalol telefon qilinglar, kelinglar, ko'ringlar, o'z ko'zinglar bilan ko'rganinglar boshqacha. Xonadon juda ham sifatli, yaxshi narsalardan ishlatilgan ekan. Xonadon egalari aytdilar. Eshikni ham, zinapoyalarni ham yaxshi qimmatidan qo'yganman dedilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.